Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni yapga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Andijon viloyati Izboskan tumaniga yapga o'rnatib berdik, Paytiq qishlog'iga. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozamizni razmeri eniga 3 metr, balandligi 360 ga bo'ldi. Ko'rshapalak, yangicha ko'rshapalak bo'lib chiqdi, xudo xolasa, mattoviy kraskalari bilan. Ko'rishlaringiz bir qavatli 1.8 lik listdan bo'ldi. Ichki profillari 6 ga 4 profil, stoykalari 8 ga 8 ikkilik stenada. Profillarimizni stenasi 1.7 lik stenada bo'ldi. Kvadrati shunda buni 9 ming so'mdan chiqdi. Juda ajoyib bo'ldi. Mana bunaqa joylariga vibralarigacha qo'yib, chaspaklarigacha qo'yib berdik. Zamoklarimiz har doimdek zo'r zamok. Mana ochilib yopilishlari ham ajoyib bo'ldi. Orqa tomonlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqalari mana bunday tekis bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu joylar oddiy bo'lsin deb oddiy qilib berdik. Mana taglarigacha bor, xudo xolasa. Oddiy ochilib yopilaveradi. Kimgaki shunday bir qavatli oddiygina fasonda darvozalar qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.